Barchangizga Shanxay shahridan assalomu alaykum. Bu yerda 21-xalqaro avtoko'rgazma bo'lyapti va juda ham ko'plab brendlar tomonidan yangi avtomobillar, yangi texnologiyalar taqdim etilgan. Barchasini sizga qisqa bo'lsa ham ko'rsatishga harakat qilaman. Video davomida men kadr ortida bo'laman, chunki sizga yangi texnologiyalar qiziqroq mening basharamdan ko'ra. Nima bo'lganda ham men uchun bu yangi format. Telefonga olyapman. Hozirdan like bosing agar sizga yoqsa, albatta. Va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Baribir sizga BMW qiziqroq deb, mana BMW dan boshladim. M2 X7lar endi sizlarga yangilik emas. Shuning uchun to'xtalmayman ko'p. BMW Vision Neo Classe. Xo'sh. Bilmadim. Bir tomondan yoqayapti, bir tomondan g'alati. O'ziga xos dizayn, ortidan yana ham g'alatiroq ekan. Bu E-Ink texnologiyasida ishlaydigan ekranlar. Istagan rangga bo'yashingiz mumkin. Neo Classe'ning X versiyasi crossover. Mana bu model juda o'zgacha. BMW Skytop bundan 50 dona chiqibdi. Z8 bazasida qurilgan. Ort tomonidan juda chiroyli. Endi navbat O'zbekistonda mashhur Zikr kompaniyasining mashinalariga. Zikr 007 GT yangi model. 007ning universal kuzovidagi versiyasi. 001ning ruli, head-up display, ekran, multimedia, hattoki barlar ham o'zgargan. Xo'sh, korobka передач bu yerda. Eshiklari avtomatik tarzda ochiladi. Befarosatlarga e'tibor bermaymiz. Pardasi yo'q, afsuski. Xolodilnik yo'q. Kamchiliklari ham bor endi ekrandan ochilishi. Lekin menga juda yoqdi. Pnevmasi bormikan endi buni? Tushunarsiz. Hozircha xitoy tilini bilmayman. Maksimal shu. Ancha qulay. Bemalol yotib ketsa bo'ladi. Oynasi ikkitali. Orqasi ham avtomatik tarzda ochiladi. Juda ham chiroyli rang. Молочный цвет. Mana chiroyli juda. Bu plastik, koja, sifati zo'r, sifati ajoyib. Zikr Sound, Yamaha emas, lekin pastroq. 001 ga qaraganda ancha past. Bagaj keng, juda ham keng. Sedanga nisbatan ancha qulayroq va juda kengaydi. Menimcha GT versiyasi 007 ga qaraganda ancha qulayroq, universalroq. Yana joy ham bor. Xullas, mana buni ham tushirsa bo'ladi, joy ko'p. Istasangiz maxsus reylinglari ham bor. Mana kartoshka, piyozlaringiz dumalab ketmasligi uchun o'rnatishingiz mumkin. Bu opsiya sifatida xarid qilinadi. Farkop ham bor. Ko'z qoqishlariga qarang buni. 001 FR. Endi hammaga tanish bu. Ortiqcha to'xtalmaymiz. Zikr 9X. Zikr tomonidan ishlab chiqarilgan birinchi gibrid. To'liq elektr zaryadi bilan 380 km yuradi. Benzin qo'shganingizda 1,5 km ekan. Eni 2 metrdan oshiqroq, uzunligi 5.2. Rolls-Royce Cullinan'ni eslatyapti, Range Rover'larni eslatyapti. Zikr 009 ham, Zikr Mix ham sizlarga tanish, to'xtalib o'tirmaymiz. BYD'ning pavilyoniga keldik. Xanga o'xshaydi, lekin bu Chin L. Xolodilniklari bor, isitadi, sovutadi. Xanni ukasi ekan endi bu. Plastik elementlari bor albatta, masaj yo'q. BYD Yuan Plus
Yangi versiyasi. O'sha gitaralar bor. Salon salgina o'zgargan. Richak olib tashlangan. Endi bu gitara deyshadi. Gitaraga o'tibdi. Xolodilnik hamda isitgich bor. BYD Tang L Toshkentda bor. Aynan shu rangidan ko'rdim. Dronlargacha bor. Butunlay o'zgargan dizayn. BYD Hanning restylingi, lidar qo'shilgan, kameralar qo'shilgan, massaj qo'shilgan. Lekin bu 2 motorli emas endi. Han E qiziqroq. Salgina faralari o'zgargan. Hozir ikkalasini yonma-yon qo'yishga harakat qilaman montajda. Qaysi biri yoqqanini yozinglar. Sal kattalashgan faralari. Mashinani o'zi ham kattalashgan. Bagaj o'sha menga bagaj kichkinalik qilardi hamni. O'sha uchun ham almashtirdim. Davochik yo'q. Song L yangilangan versiyasi aqlliroq bo'ldi. Kameralari ko'paygan, lidar qo'shilgan, lekin o'sha. Dolphin salgina facelift bo'ldi. Chiroyliroq bo'ldi menimcha. BYD Seal 06 GT tuning qilingan versiyada. BYD C-Line 05 ko'payib ketibdi BYD'lar ham. Lekin yomon emas. Xolodilnik, isitgich, richak mana bu yerda endi. Panorama tom. Endi oilali inson sifatida bagajini ko'rmasam bo'lmaydi. Yetarlicha. Kolyaska, velosiped, endi bolalarniki sig'adi. Men buni tushirsa ham bo'ladi, mana ancha joy bor. 12 volt, kuruchoklar ikki tomondan. Yaxshi, menga yoqdi. Oldida ham bagaj bor ekan. BYD C-Line 06. Ichlari o'xshash, faqat sal endi yaxshiroq va sal kengroq. Panorama tom shtorkasi bor. Yomon emas. Kengroq mashina ekan. Hozir bilasizlarmi nimani tushundim? Hayotda mashinalar chiroyliroq ko'rinar ekan. Men ko'p mashinalarning rasmini ko'rganman, videolarini ko'rganman, xunuk ko'ringan menga. Lekin hayotda ko'ryapman, chiroyli ekan. Endi navbat Denzaga. Xo'p, Denza N7. Adashmasam hali O'zbekistonga yetib kelmagan. Karbon spoiler. Bilmaganlar bo'lsa, bu BYD sub-brendi. Otasi BYDligi bilinib turibdi. Tugmalarning joylashuvi juda tanish. Eshikni ochamiz. O'zi ochilmaydi. Denzadan superkar. Eshiklarida kovonni karbon ishlatilgan. Ruchkasi ham superkarlarga xos. Denza Z9 ning mana bu versiyasi juda yoqdi. Abdeslarni qaranglar. Balonlar chiqarilgan. Men endi gamer emasman. Qaysidir o'yin bilan birga kollaboratsiya. Denza N9 premium segmentiga mansub oilaviy katta crossover. Bu endi Li9 ga javob. Albatta massaj, Abduf Abagrev hammasi bor. Atamankalari mana. Ekran oddiy oynaga o'xshab ishlatsa ham bo'ladi. Ekran sifatida ham ishlatsa bo'ladi. Opsiya sifatida mana dron olish mumkin. Yangwang U8L kattalashtirilgan U8 U7. Menimcha Yangwanglar orasida eng arzoni hozircha shu
premium sinfga mos biznes sedan. Salonlari ham aynan U seriyasida takrorlanuvchi salon. O'rtada displaylari bor, stoliklari bor. Yangwang U9 sakraydigan sport car. Karbondan qilingan. Hayotda yana ham chiroyli ekan. Agar pullaringiz juda ham ko'payib ketsa, Bilsakomga o'xshab mana Bentley'larga qaraysizlar. Leopard 3 Leopardlar orasida eng kichkinasi, lekin baribir kattagina. Droni ham bor. Ochilishi sal noqulayroq ekan. Masalan, devorga yaqin parkovka qilib qo'ysangiz noqulay. Duvale yoki devale plastik birtali knopkalari juda ham ko'p ekan. Холодильник bor. Ham isitadi, ham sovutadi. Leopard 5 ancha baland mashina. Eshiklari og'ir. Yotib olsa bo'larkan. Davodchik bormi ekan? Menimcha yo'q. Yo'q. Yukxonasi bunda ham yonga ochiladi. Lekin kengroq. Eng katta Leopard 8. Agar bularni tushirib qo'yilsa, joy yetarli, lekin agar ko'tarib qo'yilsa, joy juda kam. Leapmotor kompaniyasidan yangi avtomobil B10 $14,000 dan boshlanadi narxi. Panorama tom, shtorka juda ham sig'imi katta. Pastda ham joy bor. Avtomatik tarzda yopiladi. Zo'r. Xohlasangiz mana buni ulasa bo'ladi. Va mana stolik. Zo'r, gap yo'q. Ko'rinishidan albatta Nissan kompaniyasining avtomobillariga o'xshaydi, lekin hozir hamma kompaniyaning avtomobillari bir-biriga o'xshayapti. O'sha C16, C11lar endi sizga tanish. Nissan afsuski i8ni ko'rsatmagan. Faqatgina bizga tanish bo'lgan modellar. Bu mashinaning ichida hech narsa bo'lmayapti. Bu yangi texnologiya. Podveskasi juda ham moslashuvchan. Bizning yo'llarimizga juda ham mos bo'lgan avtomobil. Aytgancha bu Nio ET9 shov-shuvlarga sabab bo'lgan avtomobil. Kompaniyaning nomi ham Firefly, modelning nomi ham Firefly. Ya'ni bu Firefly. Narxi $16,000 dan boshlanadi. To'g'ri, faralari sal noodatiy, lekin hammamiz mana iPhone ishlatyapmiz-ku. Volkswagen hamda Audi kompaniyalariga bo'lgan talab Xitoy kompaniyalariga bo'lgan talabdan pastroq. Aito kompaniyasida odam juda ham ko'p, gavjum. Ko'pchilik M9 Lidan ancha qulayroq, yaxshiroq deyishyapti. Aito M8 M9ning ukasi. 3 qatorli katta gibrid proyektorlari ham bor. 3 ta ekran. To'xtamasdan gapiryapti, to'xtamasdan. Qoyil. Taycanning yangilangani. Endi bu yerda qora elementlar yo'q. Salgina o'zgargan. 4 kishilik. Bu yerda odam o'tirsa bo'ladi-ku, lekin juda noqulay his qiladi o'zini. To'g'ri, menga elektromobillar ko'proq yoqadi, lekin 911 bu klassika. Xiaopeng yoki o'zbekchada Xpeng
G6 yangilangan. G9 yangilangan. Mona 03 yoki M03 yangi model. P7 Plus eshiklari Napa koja, plastik. Kamera avtomatik yopilmaskan. Yana bitta farosat. Karaoke, massajlari ham bor. Head-up display afsuski yo'q. Dizayni ham chiroyli. Xpeng uchadigan transportlar ham ishlab chiqaryapti. Mana bu mashinaga e'tibor bering. Quadrocopter mashinaning ichidan chiqadi va uchadi. Hamda mashinaga qaytib kiradi. SU7 hammangizga tanish turli xil ranglarda. Crossoverni ko'rishga umid qilgandim. Mayli, nasib qilmadi. Salgina chiroyliroq bo'ldi. Salgina, lekin baribir g'irt xitoycha dizayn. Mana buni qaranglar. Xullas, o'rtoqlar, hammasini ko'rsatishga harakat qildim. Kuchim yetganicha, vaqtim yetganicha. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bunday formatdagi videolarni davom ettirishimni xohlasangiz, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Sizlar bilan Umid G'ofurov edi. Ko'rishguncha, paka-pak.